Qadrli ko'rmanlar, yaxshimisizlar? Sabah kuyi programmamizning yangi son orqali sizlar bilan diydorlashganligimdan intayin xursandman. Shu topda dehqonlarda bo'layotgani Şinjan Sabah madaniyat tarixi chekishtirikda ishlagan Şinjan Nadir kiyim-kechak madaniyati chekishtirikda tajdorligini olgan Sabah kuyi programmasi. Qadrli do'stlar, bu son programmamizning aziz mehmoni kim deb dehqonlarga hozir mana Nayti kilishgan bir yigitni o'ltag'izib qo'ydik. Bu yigitimiz o'zi va o'zining naqshlari orqali hammalarga tanishdik deb o'ylayman. Ya'ni o'zining gulmaram, suyimli suol qatorliq naqshlari orqali poyinchalarimizni ham do'ylarni avvatlashtirib kelayotgan yosh naqshchi Dilshod bo'ladi. Qarshi olamiz Dilshod. Rahmat. Rahmat deb qilgandan keyin bir xililqi boshqa dehqonlarni tatdiq deyman. Ovoz bektom. Haqiqatan tom ovozingiz bilan bir salom yo'llaydim. Ekran oldidagi hurmatli aziz mehmonlar, yosh naqshchi Dilshod Ahmedning naminglarga alik ehtirom, o'tiq salomlar olsun. Qarshi olamiz. Dilshod nasıl o'zingizning tabiiy ovozingiz mushtaqmi yoki azroq sukanmi? Azroq sukan. Lekin asli ovozingiz mushtaq o'tiravasiz deyman. O'tiravasiz. Bilishimcha hamda Dilshod mush kasbni o'zida o'qigan, ya'ni jo'yayi yashaganda o'qigansiz, to'g'rimi? Naqsh kasbidimi? Naqsh kasbida. Undaqda o'qish bitirib kelgandan keyin balkim arzularingiz yetgan bo'lishingiz mumkin. To'g'ri. O'qishni bitirib kelib 2012-yili o'zimning tunji ijodiy suyimli so'zlar naqshamni shu yangi yil sana kechida Şinjan TV programmasiniki shu programmani aytib xil yaxshi natijaga keng ko'rmalarning xil olqishga erishdim deb o'ylayman. Shuningdek keyin to'xtamay uzluksiz tirishib ishkining o'rtalarida programmalar bo'lamdi, Şinjanni bo'lamdi. Nurg'un programmalarga qatnashdim. Hozir izchil tirishib kelyapman. O'zingiz yaxshi ko'rsiz, shundaymi? Yaxshi ko'raman. Ishkining qaysi programmalarga qatnashdingiz? Ko'pchilikni bir xabarlantirib aytaylik. O'qiyotgan vaqtimda Xinjiangda qatnashgan, alayda alt qo'shilgan Fechanli joyiga degandek, men yaqinda shu Guangxininki Nani Mingo Yishujininki bir programmasini taklif qilgan va qo'yisiga. Shuni qatnashib keldim. Izchil ishkirda ishqilib jiqs narsalar qatnashdim. Balkim o'qiganlikka ta'siri bo'ldimi? Shu Shanshivi shuniki ko'tsim xonqalada programmasi vaqtcha bilsiz. Shuni nurg'un naqshlardan badim. Hozir o'qish bitagan izchil naqshida tirishib kelyapman. Yaqinda taqtirgan naqshammi? Burun Asqar akam o'qigan naqshdi. Asqar akamiz mas'ta yerdemsidiki. Shun buni biz tempisini tezlashtirib, akkatlashtirib, ro'yoq chiqarib birga sahnaga olib keldim. Bak yaxshi bo'pti. Bu xalq naqsimi yoki Turpan xalq naqsi? Turpan xalq naqsi, Esimga keldi, chunki Asqar akamiz aytgan degan tingizlar shundaraqmiki deb o'yladim. Bo'ladi. Demak hamda tirishgan kishilarga natija har vaqt quchoq ochadi ekan. O'zingizningki arzularingiz yetish uchun kasbiy maktablarda o'qib, undan o'zingizni tavlash uchun, pishiqlash uchun nurg'un sahnalarda, ishqir o'lkalarning sahnalarida va Abnurayimizning sahnalarida davomli rolingizni joriy qildirib kelyapsiz. Mening chiqib aytganda adabiyot san'atni mana shunda xalq uchun xizmat qildirish degan haqiqatan o'zimizning amaliyotida bo'lishi kerak. Sizning bu musobalangiz yana uzun, lekin hozirdan boshlabla mush sohaga qadam qo'yib, o'zingizning natijasi bilan birlikda pishib tavlanish jarayoningizni tang apmay o'tibsiz. Sizga shunga apirin. Rahmat. Onun üstüge sizinki ovozingizdan bir xil alaydilik bor ekan. Balki menda bir operalarni o'rinlash bo'lib qolsa, shularda naqsh aytsangiz bo'g'dak deb o'ylab qoldim. G'ji operami. Shunda fursatlar bo'lganmi? Yo'q, unda fursat bo'lib qolmadi. Lekin endi bo'lib qolar, shundaqmi? Endi bo'lib qolar, tirishimiz. Bo'ladi. Undaqda Turpan xalq naqshlarga birlikda quloq solaylik. Marhamat. Altın bile Renani ey ayarey, Renani ey ayarey. Men yarga tutay deymen, ay deymen cinime. Mey berse eğer andın yarey ayarey, andın yarey ayarey. Bir katre yutay deymen,
Ay deymen jinime Kürer bulsam yarey Kulunga pener algın yarey Kulunga pener algın Ayarey Kışınga baray deymen cenem Alımdın haber algın Kışınga baray deymen cenem Alımdın haber algın Mesta yar yarey Şirin yar yar şirin ayarey Mesta yar yarey Şirin yar yar şirin ayarey Handep çakırsan Ünü bağladın çıkır Ayarey Alma handep çakırsan Ünü bağladın çıkır Ayarey Güygi emdi bir sevdi derdi Derdilgende çıkır Güygi emdi bir sevdi derdi Derdilgende çıkır Handep anladım Belli Mekke bağladım Ayarey Alma handep anladım Belli Mekke bağladım Ayarey Alma haseyar için cinimli kurban Kurban eyledim Alma haseyar için cinimli kurban Kurban eyledim Mesta yar yarey Şirin yar yar şirin ayarey Mesta yar yarey Şirin yar yar şirin ayarey Mesta yar yarey Şirin yar yar şirin ayarey Dışat bu naqşınızga asli ayalınız bir uslu oynab berganmasa gülgülük kep ketarkan tuqa. Ayalım yaqin yaqyama aldirash ma idarni ma u chag'alliq sana kechigidek. Ha, to'g'ri. U vazifa shu vazifani o'rindab shu kelamay qolib qoldi. Lekin mash taqdirgan naqsham mash kelak shamkin rasmiy taqildi. Shu MTU suratlikda ayolim o'ynagan. Ha, unda men to'g'ri tepibman. Chunki bu usulliq naqshiga ishqinglar birlikda o'rindab chiqolmasanglar buniki ta'sir qilishi texmi yaxshi bo'lar ekan. Lekin hali ham shunday yaxshi aytib berdingiz. Rahmat. Rahmat. Dilshod, siz balkim kostyum bo'liqqa bek amroq chiq kiysiz. To'g'ri, shunda amroq. Bunda qarab bil qolgansan, demoqchi bo'lganligimni. O'zim Nadirnikigimi shunda amroq. Ha, Nadirniki kiyib boqmagandim. Kiyib boqmagan, andadan boshlab mana sabah kiyimimizga chiqdingizmi? Nadirning kiyimlarim kiyib boqdan bo'ldingiz. Demak, programmamizni onlayn qo'lgan Nadir kiyim-kechak madaniyati chekish shirkati sahnimizning o'rniga san'atkorlarga yarishimliq mana shu Nadir kiyim-kechaklarni tayyor qildi. Agar amdi mao pasonda boshqa pasonlarni kiy deb qolsangiz, bularning o'rni Konjuyaning yinida yoki bo'lmasa Shoshimirki Boyidasada yoki mana shu Tumaris Alimiy Xonsining Qiypoch udilda Nadir va Pidadni iborat ikki markada bakan yana davomli setilib boshqalarim kiyib yiqin. Ma'qul. Qani qabul qiling. Rahmat. Oxirida yana yurak so'zlaringiz bo'lsa, anglab programmamizni oxirlashtiraylik. Mening yurak so'zim bo'lsa, oldi bilan ota-onamga birinchi rahmatimni bildiraman. O'zimning rabiqamga ayolimga rahmatimni bildiraman. Ayolim men bilan teng kuchab mashlarni shu MT suratga og'ichi. Osh inim avlaja ili tatdi suratga. Nurg'un japalan tatdiq. Ro'yaqqa chiqib, xili japalan tatib bo'ldik. Chiqish jarayonida endi
qağınım körünmələrinki təklif fikirlərini anlaşını, yaxşı bir bağlan berişini cin könglimdə ümid qılma. Rahmat. Rahmat. Undaqda sənət müsabaqanızda ayalınız bilan birlikdə tirişib ketibsiz. İntayın xursand bolduq. Bundan keyin ailanlarning texmo bəxt bo'lishini, salomat bo'lishini umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Qadrli do'stlar, muhabbat hikoyalarmi sabah sahnimizda dehqonlarda bo'lib atgan Şinjan Nadir kiyim-kechak madaniyati chekish shirkati tajdorligini olgan Şinjan Sabah madaniyat taraqqiy chekish shirkati ishlagan Sabah kuyi programmamiz mishada oyoqlashdi. Atki sanimizga erishandiq. Ma'qul. Xayr xo'sh. Altın bilərənani Rənani ey ayarey Rənani ey ayarey Mən yarğa tutay deymən Ay deymən cinimə Məy bərsə əgər andın yarey ayarey Andın yarey ayarey Bir qətrə yutay deymən Ay deymən cinimə